Assalomu alaykum, hurmatli fermerlar, dehqonlar. Xo'p, kuzgi bug'doy ekinini ekish uchun haydov jarayonidamiz. Tuproq ekin maydonini haydov qo'yamiz. Xo'p, eng avvalo ekin maydonini haydov qilishda nimalarga aynan e'tibor berish kerak? Shu haqida ma'lumot berib o'tib ketaman. Xo'p, eng avvalo tuproq nam sig'imiga e'tibor beriladi. Tuproq nam sig'imiga e'tibor berilganda tuproq nam sig'imi o'rtacha 40% dan 60% gacha bo'lish kerak. Shunda haydov tushirsa yaxshi haydaladi tuproqlarimiz. Ham qattiq katta palasalar chiqmaydi. Shu bilan birgalikda tuproqlarimiz yoyilib chiqadi. Shunga alohida e'tibor berish kerak bo'ladi. Xo'p, undan tashqari haydov chuqurligiga e'tibor beriladi. Agar haydov qilinayotgan bo'lsa, etiklik 25 cm chuqurlikdan 40 cm gacha haydov chuqurligi tavsiya etiladi, haydash chuqurligi. Xo'p, undan tashqari haydovni qamrov kengligiga e'tibor beriladi. Haydov qamrov kengligi bu misol uchun haydovni etiklik 1 metr haydov qamrov kengligini olyaptimi yo bo'lmasa 1,5 metrmi, shunga qarab turib hisob kitoblarni chiqarsa bo'ladi. Xo'p, undan tashqari haydov tezligiga e'tibor beriladi. Haydov tezligi o'rtacha kilometr/soat tezlikda 7-8 kilometrdan 10-12 kilometr/soat tezligigacha haydaladi. Xo'p, bu beradigan asosiy ma'lumotlarimiz. Xo'p, nimaga bizni aynan shu haydov qamrov kengligi, haydov chuqurligi, shu bilan birgalikda haydov tezligiga e'tibor qaratyapmiz? Bu hozirgi kunda yurtimizda katta ekin maydonlarini necha kunda haydab bo'ladi, necha soatda haydab bo'ladi. Misol uchun 1000 gektar yerga nechta haydov traktorlari kerak bo'ladi. Shular haqida ham hisob kitoblarni to'liq amalga oshirib turib, mana shu haydov ekin maydonlariga texnikalarni to'g'ri taqsimlash bo'yicha ham hisob kitoblarni amalga oshirsa bo'ladi. Shu bilan birgalikda tuproq ekin maydonlarini traktor texnikalarida ishlashda tizimlashtirish jarayonlarini ham shunaqa informatsiyalar asosida boshqarsa bo'ladi o'rtoqlar. Bizani kuzatishda davom etinglar. Tez orada yana ham foydali ma'lumotlarni berib boramiz.